Arzon narxga 2022-yil oxirida 2023-yil kuzov bilan chiqqan avtosalondan olib chiqib bir qo'l haydalgan, holatlari zo'r bo'lib turgan Damas mashinasini ko'rsataman. Salonlari ham zo'r bo'lib turibdi, qaralar tizilib ketmagan, ko'ngilga xira qiladigan joylari, patologlar ham oppoq bo'lib turibdi, hamda yaxshi chexollar bor ekan, yaxshi puliklarga solib qo'yilgan barlar bor, o'zini halol ham birdagi 83 kilometr bo'lib turibdi. Apishkalarigacha salafan qilib qo'yilgan, polni qilib, bundan tashqari mashina to'liq variantda shumizatsiyalargacha qilib qo'yilgan. Birkelari 2023-yil. Salon holatlari ham aytganimdek zo'r bo'lib turibdi. Balkonlargacha holatda tonirovka qilib qo'yilgan. 4 ta yaxshi yumshoq bizga balonlargacha taqib qo'yilgan. Mana bunaqa suzadigan farsunkalargacha uстановка qilib qo'yilgan. Kraskasi ikkita petnovi bor. Podnoshkalargacha uстановка qilib qo'yilgan. Metan gazlar bor. Motor, hadovoy, korobka mo'tlari yaxshi. Xudo xolasa ishlari ustidan olib kelib, bemalol o'zingizga ko'rsatib, tekshirtirib, qo'llarga qilib haydab, birga qilib ketsanglar bo'ladi. Damas savdodan olib mazza qilib haydashingiz uchun $5200 bo'lsa berib yuboramiz.